Yurtimiz tinchligi, davlat mustaqilligi va xalq xavfsizligini ta'minlash yo'lida sidqidildan xizmat qilayotgan barcha harbiylarimiz va huquq targ'ibot idoralari xodimlariga chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Sizlarning jasoratingiz, fidoyiligingiz va yuksak mas'uliyatingiz yangi O'zbekiston barqarorligi va taraqqiyotining mustahkam kafolatidir. Sizlarga mustahkam sog'lik, oilaviy osoyishtalik va xizmatda ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz. Aziz yurtimiz posbonlari, vatan himoyasi eng ulug' va muqaddas burchdir. Siz bu yo'lda ko'rsatgan fidoilik va sadoqatingiz bilan barchamizga ibratsiz. Bayramingiz muborak bo'lsin. Osmoningiz musaffo, qalbingiz xotirjam, oilangiz baxtga to'lsin. Biz siz bilan faxrlanamiz. Hurmatli vatanimiz himoyachilari, sizning mardligingiz, jasoratingiz va vatanparvarlik ruhingiz yurtimizning tinchligi va osoyishtaligining mustahkam poydevoridir. Sizlarni 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni bilan samimiy tabriklaymiz. Sizga mustahkam sog'lik, kuch-quvvat, sharafli xizmat yo'lida ulkan zafarlar tilaymiz. Qadrli vatanimiz himoyachilari, sizning metin irodangiz, qo'rqmas yuragingiz va halol xizmatingiz bilan yurtimiz doimo ishonchli qo'llarda. 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni bilan tabriklab, sizga faqat g'alaba, omad va yuksak e'tirof yor bo'lishini tilaymiz. Bayramingiz muborak bo'lsin.